Bir qitimliq ziyofatda Mark Twain bir xonim bilan bir ustalda o'tirib qolib, adab yuzisidan "Siz bak chiroylikansiz, xonim", debdi. U xonim yolg'on rostlardan minnatdor bo'lish u yoqda tursin, aksicha takabburlik bilan. "Afsus, men o'xshash usul bilan sizni maqtashga amalsiz qoldim", deb javob qaytaribdi so'g'uqqina. "Hech qisi yo'q. Sizmi menga o'xshash bir ig'iz yolg'on gap qilsangiz kifoya", debdi Mark Twain muloyimlik bilan. U xonim nima deyishini bilolmay xijillikdan yerga kirib ketgudek bo'pti. Xulosa: o'zimiz tashlagan toshqa putlashib yiqiladigani hamisha o'zimiz. Ko'lg'an o'rakkimi ko'pincha yana o'zimiz tushimiz. Shunga yaxshi so'z tashnimi eritadi. Shoirning deganiga o'xshash, egilarkan olma shoxlari, mevasi shuncha o'xshagan seri.